Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun har qaysi davlatlar to'g'riliq uchurlarni ancha-muncha jiqqan to'q. Bugun asosiyatdan uchur berishni va tushuntirishni asos qilamiz. Buningda yangi xabardan birisi Yevropa İttifaqı tarafidan O'rta Osiyodagi, bo'lib Qozog'istondagi kishilik huquq masalasi to'g'riliq so'zlagan nurg'un fikrlar bor ekan. Bu to'g'riliq biz faqat bir qism videosini bundaq ko'rib baqdik buni. Tafsilotini biz bilmagandan bu to'g'riliq Murad efendimdan anlsak bo'ladi. Aqda andikin Uyg'ur vaziyati to'g'riliq, Amerika siyosati to'g'riliq, universitet xabarlar to'g'riliq munozara o'tkazamiz. Hozir Qozog'istondagi kishilik huquq masalasi to'g'riliq Yevropa parlamentida o'tirib qo'yilgan narsalar to'g'riliq uchurni azroq Murad efendimdan anglasak. Marhamat. Ассаламу алейкум, азиз qarindoshlar, mashkun xayrli bo'lsin. Добрый день. Приветствую уйгуров, можно сказать, не то что Казахстана, Средней Азии, а всего мира, которые вот слушают, вот Яре Апанде, Жене Апанде, многие из вас знают, я живу в Казахстане, активно участвую вот в антикитайских таких направлениях. Ну, можно сказать, по всем направлениям. Вот мы здесь сейчас, сегодняшняя наша как бы встреча, вот я еще полностью всего не знаю, это вот Геня Пандем объяснит потом, касается вот вопросов в регионах места проживания. Например, у меня в Казахстане, он спрашивает, вот говорит, на съезде Евросоюза была, говорит, какая-то резолюция подписана. Это нормально. Резолюция, это депутаты, евродепутаты проголосовали за резолюцию по правам человека в Казахстане. За были 598 человек, против 43 и воздержались 52 человека. Там, ну, я не смотрел все выступления депутатов Европарламента, но они высказались критически. Я сам вот как бы вот в прошлом и, ну, сейчас, знаете, наша организация, такой партия, она вся разгромлена, многие наши как бы активисты сидят в тюрьмах, и как бы он сейчас вне закона, считается экстремистской, как решение вот это Есильского суда. Но евродепутаты, я как слышал, они озвучили, да и партия ДВК, по-моему, или ДПК, и вот Куше партия, что я вот услышал, они сказали о преследованиях, о вот этих фальсификациях наших выборов в Казахстане. Ну, в общем, задели за все то, что мы вот в прошлом неоднократно выступали и говорили. Я надеюсь, евродепутаты и вообще Европа это не такое это место, это имеет огромное влияние на экономику Казахстана, и это на них вот как как высказался Лавров, вот министр иностранных дел России, он как сказал, говорит, ну, если, говорит, Европа будет наши такие чувствительные органы, ну, чувствительные органы у них какие могут быть? Конечно же, это законы Магнитского, который у них
все вот эти краны закрутят, в котором у них и счета хранятся, и в котором у них недвижимость, и виллы, и яхты, и тому подобное, и все это у них накроется медным тазом. И надеюсь, вот осознав это, они сейчас встряхнутся, и надеюсь, что вот освободят наших ребят, которые сейчас находятся в тюрьмах. И также вот преследование, и вот такая идет активная защита китайских интересов в Казахстане. Это мы видели вот по забастовкам, прошедшим в Актюбинске. А также вот недавно был арестован Байбулат Кунбулат на 10 суток. До него еще и Серика Ажибаева осудили. Тоже на Лобачевска, как бы административный суд. Я считаю, эти действия незаконные, потому что тот же Байбулат Кунбулат, он ищет своего брата, который сейчас в концентрационном лагере в Китае находится. И за стол переговоров с рабочими, опять же, активно вот именно акимат Актюбинской области принял активную такую, как бы, адвокатскую деятельность там развел, но в пользу китайских компаний. Я это считаю тоже, если наше государство, если наши руководители действуют в интересах чужих, вот тем более китайских компаний, против, тем более в ущерб своим гражданам Казахстана, то считаю такую политику вообще неправильной и антинародной. Салам алейкум. Енді уйғурчаны тәржім қысам ғой, вақыт көп кетеді. Ғене әпәндім, қандақ ойлайсыз, енді орысша мұшы сөзләйдіған, түшіндіған адамлар енді бұл гәпләрні түшінді. Бізге мұшы енді Европада мұшы депутатлар енді бір мұшы Қазақстанға бір ұжым қылды, енді қанақ шына дұрыс боланда, ғене. Немешке десаңлар, бұл өкімет тәрәптен бізге көпшілік мұшы халыққа бесім бұватыды, еғірчілік көріп атыды. Чүнки еқында мана мұшы Қытайның мұшы компаниялар көп қой, мұшы Актөбе деген бір шәрді май чықырдыған еді, шәрді мана 200 қазақларын түзіп қойып, еді бір Қытай яншықтың қолы тықып, машалдайды. Bir нәрсе яқмысаңла, мұшы ердің кетіңла дейді. Мұшы Қазақстаннан қазақларының ерді тұрып, мұшы өкіметтің ақыста біз құлбы кет бармыз біз мұшы Қазақстанның халықы. Мана сотлап атыды, мана инаңыз десең, Қытайға қаршы шықсаң, ядымы мұштақ бесім қуатыды, мұшы райыс тәрәпләдін. Бұл мән ойлап атына, бұл рәсми мұшы өзге халыққа бір қаршы болып, мұшы Қытайның пайдасыға өзінің халыққа бір мұштақ бір бесім қуатыды үкімет. Ол дұрыс емес. Ол әлбәтті ол сатқыншылық мән ойлаймын. Ол қана болды ке, ол башқа сөз жоқ бен. Bunun təfsilatı yenə çıxıb qala bəlkəm. Bu doğruluq müşinçilik bo'lib tursa uçur. Hem de xalqara vəziyyət doğruluq. Trump əpəndimniki iş doğruluq azraq yangilikni men azraq deb baxsam. Qarindoshlar hammamiz anglab turgandek Trump əpəndimni Muştan bilan bular 2 qatim so'tqa tortamiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Mazmuni o'xshash, qatim son 2 qatim bo'ldi-da. Bu Amerika tarixidagi bo'lib baxmagan ishda bu 2 qatimlik so'tqa tortamiz deydigan narsa. Buni hozirgacha Uyg'urchaga to'liq tarjim qilgan bir narsani anglab baxmadim. Bu jazo to'g'riliq. Men o'zim bilgincha tarjim qilay. Prezidentlikqa saylanish huquqidan mangu mahrum qilish degan bir jazoni qo'llanmoqchi hozir. Men shunday tarjim qildim.
prezidentlikqa bundan keyin mangu saylanmaydi degan bir narsani o'ttirib tatib chiqdi bular bir qatim. Avasani to'shmay bu yerda mag'lub bo'ldi. Ikkinchi qatim may yaqinda yana o'ttirib qo'ydi. 50%dan oshiq odam qitbaqsi bo'ladi degan fikrni tushaganda bular bo'ldiga o'xshaydi dedi. Bu mekin deganni to'liqlash uchun bir o'ttirib qo'ydigan narsa. 50%dan oshganda, buningga imzo yig'ayli deb bu ishga tushdi bular. Lekin buni o'ttirib qo'yganda Amerikaning qonunida umumiy parlament a'zosining ichidan 3dan 2 qismi, ya'ni 66%dan yuqori 67 ga to'shmas bo'lmaydi demdi. 67%dan oshmasa bo'lmaydigan bir yerga bu hozir bu 60 ga yaqin emas. Aral 2 bilet soni bilan hozir farqlanib turdi. Qo'llaydigan, qo'llamaydiganlar. Demak bu yaqinmi kelmaydi degan gap buning amalga oshishiga. Demak ikkinchi qatim mag'lub bo'ldi. Amerika tarixida bu ikki qatim bo'lib boqmabdi-ki, burun Clintonni bir qatim qilimiz degan bishmish gap bo'lib yo'qolib ketibdi-ki, bu jazo beramiz degan gap. Hozir rasmiy qonunlashtirib o'tirg'i tatqini ikki qatimga. Mana tönögün yoq medialar chiqyapti. Bu demokratchilar, ya'ni Amerika shirkatining lideri bo'lgan Joe Bidenlar birlashib, oxirgi Vatikan bilan bu keyni-kendin ikki qatim Trump efendimni jazolaymiz degan narsani o'tirib qo'yib amalga oshmadi. Bu yerda amalga oshmaydiganini bilib turdik-ku. Biz media so'zlab o'tyapmiz, yengilmaydiganini ochiq. Bu yerda bir ahmoqona so'zni oldingi mediadim degan to'q. Trumpni prezidentlikdan tushib ketdi, o'rniga Joe Biden chiqdi deb o'zlari tashviq qilib yurdi. Lekin prezident bo'lgan odamga berilgan jazo ekan bu. Hozir bular deyotgan jazo. Buni emas deydi-yu, yana jazo beramiz. Prezidentlik o'rnida turayotgan odamga berilgan jazoni qo'llanamiz deydi. Bu sotchilar, ba'zi advokatlar, andikin ba'zi muxbirlar o'tirib tushib, sizlarning qonunga tushmaydimi, qilayotgan narsanglar, tushadigan bir narsa qilsanglarmamdi desa, darhalla bir banasa to'qib, Trumpni prezident emas deyotgan odamlar 2-oyning 20-kunigacha Trump efendim prezidentlik o'rnida turdi, shu vaqtda biz jazolaymiz deydi. Bu o'yin emas-da. Busi bo'ldi deb tatib ekib qo'ysa bo'laveradigan narsa emas bu. Endi kendilla Joe Biden muavin prezidenti buniki 2-oyning 20-kuniga turib tursa jazolab olsak degan ilqi tamning kendi o'tirib belgilar paranglashgandek ashundaq narsani hozir demokratchilar so'zlab yurdi. Umu hozir amalga oshmadi. Qarindoshlar, umid var bulayli. Bu yerda media qalaymaqanchilik nereden chiqyapti desa oldin qatimi dedik. Ma Uyg'urga taqishib qolganligi uchun bo'yatdi. Bu qandaqdir savdo urushi emas. Joe Biden bilan Trumpningki huquq talashish emas bu. Adalet bilan adolatsizlik to'g'ri yo'lda mangdiganlar Xudaniki mümin bendir bilen şeytanın arsideki uruş bu. Can. Muşul neyse başka şey emez. Amerika Xudanın iradesi bilen bu 50 devletini bir yerge yığıp Amerika degen bir devletinin isim bilen oturup çıkan mısın emniyette bu 50 devlette bular. Amerika koltukmagan iş algın mangmaydı. Şeytanның oyunağıl ketedi qağalırdı. Әмді Amerikaga Trump efendimni prezident qilib bir Xudoyim evetdi-de mushuni bahana qilib bir adolatni yoqilsin deb o'tirib chiqadi. Lekin bu shaytonlar hozirgacha qalaymaqan qilib kelyapti. Bu ishlarni undaq dedi, mundaq dedi deb aldinib ketmaylik qarindoshlar. Agar zod ishonch qilolmasanglar,
bir şeyde bo'layotgan bayam deb qo'ygan narsani tahlil qilib beqinglarda xohlagancha qonunlarni o'zgartiradigan shunday gaplarni deb yurdi ma aldaydiganlar. Ma aldamaydiganlar asan davrang sanmaydi. Haqiqatni so'zlaydi. Ashadin bilib olg'ili bo'ladi. Bu to'g'riliq men bu shunchalik dey, bu to'g'riliq yangi uchurni Yarmanbet efendimdan alsak, beramet. Rahmat. Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki Uyghur tillik Azerbaycan, Tatar, Noğay, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Türk, Uyghur tillik Uyghur qarindoshlar. Bütün dünyada bo'layotgan ishni xabar yo'qlar ko'pkan. Men mushu menga vasif bo'lib qoldi. Ayrimxonda yaman tushundirman buni. Beslashganlar az nomus qilib nima qilyaptilar? Xo'sh, mana bizniki tashkilot, qo'lan nahini so'zlaydigan tashkilot, buningda Xudoyimiz tutib chiqdi. Qarindoshlar, endi meniki söylediğim bir temem var. Bu yeni dünya degan ahir zamandaki kap oturduca hazır. Kelgendeki bu endi tarihi kitapni, Kur'anlarni, Gabir, Tavrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'nin hemmini biz kitap okumayla cahil milletçi biz. Biz kitap okumayız. Bizi ular terbiye boğan ama bizim kendimiz onunla tartmagan. Nemiga? Mana şunda Vatikan desek, haklar Vatikan degan nima odam? Bir tarixchidan ba. Mangayla fikrim, Vatikan nereden tepal ondak millet yok deb turibdi. Hozirgacha xira olmaydi. Faqat İsrail tulaydi o adam. Mollalardek. Endi bu qanday oldu desanglar, bu kitap, 4 kitapning xulosasi Jo'jamlab kelgan chaqda xulosasi chiqqan xulosasi qolsa Qur'on. Bunun da ibadet kılış üstü okşamaydı. Bizden ibadetimiz bilen Hristiyanın ibadeti ularla yaşam bulsa yana hata. Bizden kimi köplüğümüzde hata nimba bir yerde. Kırımdaşlar şunun için bu yeni dünyanın bu 4 kitap asasını hem de Kur'an'da İsa Peygamber'e düşüp bu şeytanı ilişkili diken. Az şeytanlar bizi yok atmak şuladı da. Mesela ki uşak ballar oynaydıgan bu şeyleki uçu, buçu, nurgun nersini robot kıladı da. Bu şu meyhallarını, paşhallarını, masaj hallarını, parmunçularını olar insanların bilmeydi. Tarak kıladı deydi. Mesela yemin ama kolumdaki telefon 24 ay to'shdi, yana ilish, mavi o'zi qilish, xudilaqi mavi Turkiyadagi qorilar xotinsi xotnagandek telefon bo'lib ketdi. Misolanga. Bunilaqi bizim Uyg'urlar salchoqlar bu nima deydigan sizlar keyin tushunsizlar. Tushunmagan jahildan men 11 tarbiyalab bo'ldim hozir. 11 odam jahillikda. Bular hozir tushundi. Bu yeni dünyanın tazlaştığındaki sebebi İsa Peygamber'in ahir zaman yıkılaşkan İsa Peygamber şeytanla ilişki diyen sebebi bulanı bilip ma dünyaya paskin dünyaya düşmeydi. Tazlaş gerekken diyen Allah endi ma prezidenti çıkarıyordu. Trump efendim. Bu Trump efendim çıksa mana şu Vatikan meyli Yahudiler olsun, meyli Xitay Yahudisi olsun, meyli Amerika Yahudisi olsun, meyli Uygur Yahudisi olsun, bu bütün millette Yahud degen başka narsa o. Yahud degen o Cuhud, o Yahudi başkası mı yana? Ma Cuhudla, bizim işimizdeki Cuhudla, Amerika'daki Xitay'daki Cuhudla nurgun ba. Moşunda köpüncü kırımdaşla bu Amerika'daki prezident çalışısını aldıken nemligini okumaya kaptı. Nurgunlar bilmeydiken. Fakat taht talaştı, oğlan talaş dedi. Yok, o talaşkan emas o. O talaşkan emas. O
Trump'niki bunda paskillar bermeymen. Bu günahka toşuyversek, mağununda su, mana şişik su var. Toşuyver teşvikisidir. Hem de bu deniz toşay dep kaldı. Bu denizin suyu teşvik etse bütün zemini basıdı, ahir zaman buludu. İnsaniyet günahını kılıverse, sartıker, yalgancı, hiliger, şeytan köpüp kesse, zinakullah, erkiş, zina kılış. Muşu Allah'ını bir şey ağrıydıqallah, ağrıydıqan muşunak günahı nemik kesse, bu ahir zaman bulduken de, bu nemeden başlandığı degende, bu işkili şeytandan başlanған. En çok şeytan Vatikan. Bu Vatikan nurgun devletlerinin başına nemik etken, Әнеке Қытайники немісіздің қолланған ақылсыздығыдың, қапақ башлығыдың. Манамды өзі 56 milletli çıraylık nem қағамыса, ма dünya bugünkü мұнда паске мүмкін етмейді. Çünkü Vatikan aldап пәккәті Қытайлы қаған. Мен Қытай келген шағда, ақыры Allah өзің ясыған вирусы өзіге tarkızıplan şu andaki bu Uygur meselesi böyle koşulup çıktı. Bu virüs sessiz çıkmaydı bu mesela. 2019 12. ayındaki 8. günü Kaşgar'da yana da koyayım. Yer teoride patlap atom bomba etitke yani teşkil işinden patlaydıgan. Şunun bir yerde 17'de devletli kılıp 3 kişi teşkillep ayet kılıp Şinjan'ı iniqlaymiz dese yakın bana biz virüsü adaplan bana muş Uygur meselesi çıktı bu gapta. Bak yine yapalım degende. Buna da ilaka pul, dünya, mal, bu emas. Uygur meselesi bir yerde. O 100-300 Uygur meselesi. Men Arap, men Uygur emas desem mi? Sen bu dünya gelip bütün immigration'da nereden geldin? China, Şinjan, Uygur dedim. Müslüman dedim. Halas söyledi. Hem de sen men tarihini özgertirsen mi? Senin tarihin koldu bak ki. Ozajıl 40 bin yıllık tarihini tapkan Amerika seni yaxşı bilirdi. Fakat kendinin tüpünü uqmaydı. Hoş, hem de böyle özümüze gepek eleyle. Özümüze gepek gelsek, bu dünyanın pakizlenişi, tazlanışı fakat muşu yani bir 3. kuşu var. Hazır Saudi Arap 4. kuştu. Bu az muşuna teslimli oldu. Nemi geldi geçerde? Hem de ular kandak sözleşti. Bu Saudi Arap lağılda titreyle hazır. Az Amerika nemisi ben şunu kılma deydiğe ütüvadı. Pakistan var. Pakistan'dan ama Mişek'e geçe kayası var. Yani kim bir yerde unutmaylı bütün Vatikan'ınki son kontrol etken İran var bir yerde. İran. Mollalarını unutup kalmağlar. Bular terörçülüküm yardım koyatkan, koraldın, iqtisatdın, dünya paskillikni yaratıyotgan, hemkarlashayotgan nurg'un devletler var. Hazır Xitoydan qo'ldan chekinayotgan bu devletler Müslümanlar qo'lini uzgani yo'q. Bu Müslümanlar qo'li uzilsa, qanday bo'ladi? Bu qalam qachiq besilgan ekan, ular ekan bilmedi ya Allah dese asmanda bomba düşürdü, taş düşmedi, yağmur düşmedi, ya paxtam düşmedi, qağ düşmedi arkadaşlar. Şunun için nim buluş, qanday qilish kerak? İnsaniyet tövbe qilish kerak. Ben hozirgacha gunohimni tilovat etaman. Faqat biz hammamiz Uyg'urlar bo'libmi? Yomon gunohga cho'kib ketdik. Bu pokiz dunyoga loyiq bo'lib qandoq bolalarni yetishtirdi devlet. Eğer bir insan özünün ana tilida, her bir insan özünün ana tilida. Buna ilki neticesini aldı ki dindarlar ne ketdi? Saktikarlar. Türkiye ahval qilib yiqmalar. Nima qilib? Vayron qilib etdi. Divan tilam chiqilib etdi. Bo'lgunchik silib etdi. Cho'shqilar.
Xo'sh, ikkinchi tema. Amem deysem bu g'iynapada tushunib o'tib ketdi. Trump yaqinda chiqdi ekan. İkinci tema muşu Kürşat Altay onun aldığın yılı 2019 helikki nimliki bayrak kötəmələr degan nasıl baktı mı? Erkesizlik mi? Bayrak kötəməlerde o nemi qıgan? Buna bula davamlık pat bir yaxşı gap bilip işkini qısıp koyup aşına kelyapti. Bu Kürşat Altay'ның bir sırlığını ayıplagan çıkmadık. Çünkü bir yerde benim özüm şahsi telefonum bilen qilsam çak yepim battı. Uçağın soğunu sürükleyen gaplar vardı da. Uçağın soğunu sesip turgan bilen kirmek çıkırıcı o. Hem de bu kopup bayrak kötəsi olmaydı, onu savunmaydı, müstakil savunmaydı, siyaset olmalı, apam nerede, dadam nerede, insanlar onda. Ama anlaşık doğru. Irqi qirg'inchilikni Xitoy bunun ata-onasi chiqarib bersa, shuning bilan butun Xitoyniki Uyg'ur bo'lgan o'yla qandaq nemisi yo'q bo'ldi, kitob iplik ketdi qiladi uni. Yana bir sababi buniki Faytun Gulen bu nimaga Erdo'g'onga hujum qilgan bir signal. Üçüncüsü doğru prinçekni yan uyg'otish. O adam çıkıp bu terörçüler ya selip çıkırek deyip o hükümetin işini ağırtış. Üçüncüsü üyedekilerini sakçık tutkuzuş. Yani sakçık tutulup ne oldu? Bunu insanlar adli düşünüp kaldı. Yaxşı kılıvatçılar dedi. Bu irqi qirg'inchilik bo'lgan ekan Turkiyada Netçahnağı ata-ananın qayerdə 75'lim demidinlar, şükür qıp tudunlar. Bugün külüklerdemiş ademi şeytanlarının gipi bilen hemen kozgılıp kettinlar. Özana oylap yakınlar. Ola evde rahat. Olaylıkı Amerika'daki nemi için boşundak Amerika yoktuşu nemi kıldı? Bir partiye net tümen adam. Özana oylap yakınlar. Net 100.000 adam. Bu Amerika hücum kıldı. Amerika devlet yaşavatkanlar. Çünkü Uygur yerge sınıp kirgenler ve pana tilip kirgenler, köşmerler bugün küllükte senin benim beşim, senin benim bizlerinin nevçarımız hürlük müstakil devletke erişemesinde uygutuluklar. Bana başına oyun oynayıp geldi. Amerika'nın mı? Naçonlarga Amerikan emas, boshqalar boshqarib ketdi. Bir haqiqiy bir mustaqil davlat emaskan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, bu raislarni o anda qildi. Robiyaning Uyg'urni tanishdi. Uyg'urni o'zing tanishtirding. Robiya ana emas. Ana Robiya anangniki yo'ldoshi Sidraj Ro'zadaning og'zi gapni anglab bak. Şundan sonra nemi kıldık ayakta kalsa en kenarlıkı nemi bir kanal vakitayla şunu da anlayan uçunu iplan Joe Biden prezident oldum demedim mi? Bir işini bilmez. Bu adam işini okumaydı ki bir yerde derdiken bu adam 8 milyon falan Yahudi 8 milyon Uygur var dedi. Akıtayço Çi parşımanı gen kança Şibey ben babay ben neydi? Üzerine baktılar şu kadarlar ona pekmanlar 70-80 milyon Uygur. Üzerine öyle pekmanlar. Ağzı bir yerde orta hesapta 137 milyon yeteyden kaldı da vardı. Yani kenara bir kalmak var. Uygur'dan tılap çıkıp Tokabay özden prezidenti üyet bir mi kazak yok hemen çıkıp olduk. Yana sözleşme, bizim işimizle anlaşmalar deyip Tokayboy prezident degan. Hem de Amerika'ya çıkıp Serikiyen kalmak, Xitoy çıkargan kalmak, casus. Nemi deyip de desenler, ben onu
Shuniki men unutmayman. Qiyomat qishlayman. Nimaga desanglar qarindoshlar? Bolto 2020 Qozog'iston nima dedi? Uyg'urlarni 1700-yillarda taklimakan paydo qilgan, bunda jiqti va sel qutib, qumnom yaqinlikda bayaqdan chiqib, aynan paydo bo'lib qolganda shunchalik tushiryapti. Yana sharafsiz men Uyg'ur degan bo'ylab ashtan aloqa qilgan ekan. Xotin kishilar bor buning ichida. Bek maqta buni podog'ini ko'rgan shunaqa qilib. Ish qilib men bularni tiniqim chiqatkicha men bir tiniqim qolgacha Xitoydan burun bularni jazolayman. Bu keyingi masala bu, 15-masala bu. Amaliki bu 500 ming qozoq bor deb nima demak maqsad? Divoqqa degan sharafsiz va xoinlar divoqqa 1 million degan 500 ming Uyg'ur, 500 ming qozoq demakchi. Irqiy qirg'inchilik Uyg'urlik debsan, nima deb qozoq demiding demakchi. Buni apir zulmga nima qilaman deb yomon niyat qarindoshlar. Qayerga ko'rsanglar yuzuk tukiringlar uniki. Ko'rdinglarmi? Hele Xompo degan Xitoy ko'rsatoltayning boshlig'i, hele kommunist Xitoy, shuni rasmiy chiqib aeroport bilan qilib. Mana mushlar shu qarindoshlar. Hozir Xitoyning ichilik bo'linayotganlarmi? Burun Xitoyning xaritasi qarasanglar, Jongoning xaritasi qarasanglar, olayshi nurg'un davlatlar bordi. Bu davlatlardagi har xil millatlar bordi. Her xil dinlarda, her xil urf-odatlar. Nemishki hammasi Xitoy bo'lib ketdi. Faqat biz Uyg'ur bo'lib qoldik. Xitoyning o'zgarigi nima bo'ldi? Tungan bo'ldi. Appa hocam bularni iymon etkizib. Boshqa narsa o'zgarigi yo'q bu yerda. Hozir tarix qo'zg'alib bu millatlar siyosat, Amerikan siyosati o'zgargansa, hozir Manju o'zaksiga kelgan Ketan deganlar va u va bu va men jiqnasa o'nisa ismini uqmaysa. Aniki xonan bilan xonan ma'un nimning aloqada o'xu degan bir millatlar bor ekan. O'tgan bir Xitoy azroq so'zlabdi, 12 minut nimasida. O'xu degan nima? Uyg'ur millat degan ekan. Keyin bu video peqirab to'xtab qoldi. 12 minut ko'rdim. O'zini o'ylab peqirab qarindoshlar. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Turkiyadagi qarindoshlar, ziyanni tortyapsizlar, Japonda tortyapsizlar, yo'qsizlikni tortinglar. Sizlar bo'lsanglarmi? Manda shaytonning gapiga manda tinglab yiqinglar. O o'zining manfaati uchun Uyg'urim deb sendan hozir men gap qilyaptim. Mendan yaxshi gap qildi bu guylar. Bular professional bo'lib ketganlar bular. O'ylaq gapni alamat Appa hocam o'z ayni zamonda alamat gap qilgan dindorlar montan qilib Saydiqallohni o'rayotgan qarindoshlar. Mushular shu qarindoshlar bugungi irqiy qirg'inchilik yeppas zulm deb boshqa bir boshqa shap kiyib chiqsa, ma shapkisi sizlar Ilyos nima bo'ldi? Maniki yosi qilib bo'y, Ilyos yosh bola bo'lamda. Meni ma'voyliqi nima shapkini kiymsam, bak vaqirab ketmayotgan-ku. Shuma bissusini ostiman nima qilyapman. Unda bo'lgan aziz qarindoshlar, sizlar biz sabr qilinglar. Odamni maşallah alamesin o tüget unda nimani. Maqtıma. Qarsafa ile idarda çoşqini maqtığandan önüme birligini maqtığan. Vay yaxshi chiqadi da. Nima qildi? Seni ajna qilib qo'ydi. O Türk hukumati sana nima qilishini uqmay, beshini dömmisi qarshilab nima qilamagan Xitoyning gapini olsa, bo'lmada qilpasansiz bu Yok ya delenmigen. Karısı bu güyle şunu maçtaşı pomlap ekber dep. Mumdek. Anırken işte evet be de aşık gidip ayak kaptı. Birini Suriye'ye, birini Avrupa'ya ayda. Airport'ta bütün dünyada airport'ta adam tutmuş bombaydı. Bir Türkiye'de belki. Bana airport degen bütün dünyada devletin közü o.
bir devletin, bir hakimiyetin közü. U yerda bir 4-5 saat tuttursa ma'qul. Oylab, yillab tutturamda. Men ko'rdinglarmi qarindoshlar? Tushganlar ayt suzyapti degan gap. Nurg'un sen men olmagan Uyg'urlarni Nurg'unlar aeroportdan qayoq ketdi? Bunun aloqasi yo'qlar. Unda olganiki aziz qarindoshlar, poq yemanglar. Undalar poqni yemanglar. Mening matimida deydigan gapim mushu qarindoshlar. G'ani efendim. Xo'sh. Bu temaga men azroq fikr qo'shib qo'yay. Bak Quzat Tunganniki ustozini bilisizlar. 2 yil yoqi ustozi oshkorlab hammaga rasmlari yeyilib yurgan. Ammo yaqinda buning qo'shilib Serjon bilan birga rasm tushib yuribdi bu ustozi. Amerika garajdan bo'lgandan keyin qo'ygan ismi Bob Fu. Muxtayniki men chiqarib qo'ydim Serjon bilan birga tushgan rasmini. Buni Serjon Amerikaga bosib bu qarshi ag'a o'xshaydi. Bu Bob Fu bu bir necha qatim tutilgan, yana hozir chiqib o'xshaydi. Demak bu Chiqib chiqdi-da u. Nima? Sotadiganni sotdi. Uning ustiga bu demokratchilar buni baldirroq chiqarib qo'yganda men turib to'g'ri deb. Atogin yig'ishtirdiganda yana bir tuta buni. Bu nurg'un qarindoshlar bu to'g'riliq biz burun 2 yillik tushundirish bergan. Bu burun Beijingdagi partiya maktabda o'qituvchi qilgan odam bu Xitoy. Mushuni esinglar tutsanglar bo'ldi. O yolg'on so'zlaydi, yana birim deydi deb bizga ortiq qo'ysa bo'lmaydi. Buningki ashad ishlagan arxivlardan tatib to'rlarda yurgan. Kinishkilari vataq to'rda taqlib yurgan. Kimlik kinishkisi, o'qituvchilik kinishkisi ashlarga yurgan. Biz bir yerdan o'zimiz teppagan gap emas bu. Ash yelib yurdan bu yerda. Aşu Quzat Tunganniki boshliq mushu nima dedi shunda yurdi bu. Bayroq yutama degani Uyg'urning ishlari ko'z cheliqmisin? Irqiy qirg'inchilik masalasini ko'tarib ulg'aytmisin? Azroq o'simi Jungo hukumatining umri uzarsin deb ani ko'tagizmaydigan gap. Hamda Turkiyadagilarga kelsak, bu yerda Doğu birinchining suratini men chiqarib qo'ydim. Buniki videosini ko'rdik o'tganda. Turkiyada az bir qism Uyg'urlar bor dedi-ku deymi? Ko'pinchisi Suriyaga berib olgan ashadagi Uyg'urlar bizga qarshi ishlarni qildi. Amerika bilan birlashib Turkiyaga qarshi ishni qildi degandek bir gaplarni qildi. Aqdan bu nurg'un odamlarni jungo qaytirish to'g'riliq bir puraqlarni chiqarib qo'ydi. Bu demak nima esa Doğu birinchik o'zi o'ydirib topmaydi bu gaplarni. Bu Çin Doğanniki o'ziniki qo'lasidagilar maslahatlashgan degan gaplarni bu odam anglashga deyotdi bu. Çin Doğan bilan Şi Doğan hammasi bir odam. Bular hammasi ittifoqdosh. Aşağıdaki uçurni madem depirvatı bizge. Demek Türkiye hükümetiniki planı texçili burunqidek. Jungo bilen o'xshash Jungo hükümetinden qo'l tutashliq. Biz aldan qatim mediadim dedik, Birma to'g'riliq, Birmaniki ayol prezident tutilib degan to'g'riliq azroq dedik. Nima uchun u narsalarni qo'shib qo'ydisak, ularmu Jungo hükümeti bilen o'xshash tarixi bor. Bunu men qisqali deb o'tkazsam, Sun Yat-senni Yapon akilib tarbiyalagan. Nimasi Jungo xalqi podshohlik tuzumdan, feodallik tuzumdan qutulib, bir jumhuriyat qurib, yangi bir dunyoda yashab baqsin deb o'zlari uyg'onmagan ekan, majbur uyg'otish uchun Sun Yat-senni tarbiyalagan. Kim Sun Yat-senni o'ttiramiz degan Jungo tarafdan odamlar kelgandan keyin buni Amerikaga evatayotgan, Amerika tarbiyalagan ondan.
Jiroq bir apirversek barammas deb Amerika apadi. Yapı bilen Amerika'nın kolu berdi. Buni tarbiyalab To'g'min qo'y degan o partiyalarning qurpadi bularga. Qurib tayya qilib odamlardan yig'ib. Shanxay inqilobi inqiloblarni qo'zg'ab podshohlik tuzumlarni hammasini og'dirib, Sunjingsanni majbur tishildi. Jungo xalqi o'zigidan o'yg'inib qilgan ishlar emas bu. Tishlab bersa, kendi qanday qildi? Uni buni bahona qilib janjashiga o'tkazib berib, chekindi bu. Sunjingsan Amerika'daki, Yapondaki qilgan ajrini mishadil yo'q chiqaryapti bu. Endi buni nima uchun buni dedik desak, bayam degandek Bermaniki ayol prezident qanday desak, ashning dadisi ashimi Yaponga kelgan. Bir cumhuriyet qurib, "Men yaxshilar deydigan niyatim bor, bizga yordam bersanglar" degandigan Yapon hukumatı yordam bergan. Bo'ldi, yaxshilar xalq turmushini yaxshilaydi deyish bo'lsa, biz yordam bermaymiz deb yordamni bergandi. Bersa, bu armiyani bir yer yig'di, qarshilik qilganlarni biroq o'tagan bo'ldi. Yig'ib, rost deganda huquqni qo'liga oldilar, keyin Jungo bilan birlashib oldi. O'xshashmikan yeri Sunjingsan taxtini boshqa birisiga o'tkazib, mening amgigini bekor qilib etsa, mavo hozirgi Bermaniki tutilib ketgan prezidentniki dadisi uni ashunda qilgan. Jungo tarafga o'tib ketgan Yapondan qurol yarog'ni elib, kuchlanib atrab ketdi bu. Endi mavo Amerikadagi demokratchilar, ya'ni pardaqsidagi Vatikanlar birlashib, ayolni qahramon ko'rsatib, mushu dadisi mi kurash qilgan, ma'mi kurash qilgan deb yolg'ondan 1-2 pay o'qni biqiniq bir yerlarga takiziblar, Nobel mukofotini olib prezident o'ttaqizib qo'ydi bu ayolni. Mao'dan o'xshash Vatikan tarbiyalab o'tkazib qo'ygan Xi Jinpingchi Jiang Zeminlam shu hammasi shu Vatikan bilan munosabati bor. Bular Jungo bilan hech qanday farqi yo'q Berma degan davlatniki. Umi satidi o'xshash, Uyg'urni satidi, o'zini satidi. Yamani kelsa, atog'in Jungoni satidi, Jungo Bermani satidi, bir-birini satidi bular. Mushundaq keldiganlar. Endi bu uçur berish to'g'riliq meniki deydiganlarim mushunchalik. Endi buningga yana bir qo'shib qo'ydigan narsa, mana aldan qatnamki mediada biz Dünya Sayya organiki 2 ay burun Beijing ketganligi, Beijingda o'ynab yurib, 3 hafta burun endi mushu Wuhanga borganlik to'g'riliq medialardagi bo'lgan uchurni so'zlagan to'q. Endi bu to'g'riliq yana azroq uchur chiqdi. Bularni mushu zodi uchiq denglar degan narsani yana takror so'rsa, bular biz mushu shaparang degandek narsalardan tarqalmadimi deganlarni tekshiryapmiz. Lekin yilqi tuzilib o'tgan, butunlay buzib izdirgin topqilmaydigan shu bozorda asha tarqalganligi aniq o'xshaydi degandek yana mujmal gapni deb qo'yibdi. Endi buni deyishdiki maqsad nima desak, bular o'xshashlar Birleşken Milletler Teşkilatı bilan bir izda ketib bordi bular. Bular o'z oldiga bir yangi, yaxshi bir ishni qilmaydi, o'tirdi. U davlatdan bu davlatdan ash iyon toplaydi, pul yig'di degandek. Ashuni qildiki, haqiqiy da'voga oid narsalarni bir taraf qilgan ishlarga qo'lini faqat tiqmaydi. Bu uchur to'g'riliq so'zlaydiganim mushunchalik mening. Murod efendim tercüme qildigan ya bo'lsa tercüme qiling, lozim yo'q yerlarni tashib yutib lozimlik degan ya bo'lsa. Yine efendim ben bayaqı degan so'zingizga buni qo'shib qo'y degandim, o Birmadagi ayolni to'g'riliq Kuson komo bir shunaqa edi ya, o ayolning. Birmaning. Bu asli biz Rohinja degan bilmiz,
shularni qirib tashladi-ku shu ayol. Rusma Rakinji degan millatni. Chunki men bu kinoni ko'rsatdi bu ayol to'g'ri. Qancha 30 yilmi shu uydan chiqmasdan o'tagan bu. Buni sen durust aytsa bir qahramon qilib chiqaribdi. Nobel mukofotini Ahırda sot bo'ldi. Sot bo'ldi. Mushu ayolni sotildi. Mushu gap bo'lganda, mushu Dunyo Uyg'ur qurultay aqchi chiqqanda, mushu sot to'g'rilikmi bir gaplar bo'lganda, asli Angliyadami bir yerda sizlar anglamadinglarmi bu to'g'rilik? Mushu ayolni sotilgandi. Shu ayolni mushu nima Dunyo Uyg'ur qurultay aqchi chiqqanda asligandi. Endi tarjim qildigan gapimizni endi lozim bo'lsa men Ruslam anglasin deydigan yerlar bo'lsa-chi. Mushu buni Yevropaning deputatlarining degan gaplarni mushagicha hozirgacha xo'sh, xudosa meniki o'sha azra qadag'an gapim bor. Bu bultu Joe Biden bilan bu Trump ikkisi bir zalda qarama-qarshi shundoq nima qilganda bu sening tutaylangdan bu virus chiqdi deb bu ahmoqlik qilgan ekan, anikin bu Cumhuriyetler Partisi, Demokratik Parti bu odamning og'zida bunda gap chiqarganini uqmaydi ekan. Bu yeni olaman bunu deb bu hozir Xitoyni jahil qilib qo'ygan Joe Biden o'zicha bu. Trumpga otib qo'ydi-ku bultu. Sen shu savdo nima qilib chiroq savdo qilolmaysan. O virusni sen o'zing kelding, o'zing chiqarding. Deblan bu qalamqon gap qilib, Xitoy buningda fursat ko'p qilib, shundan keyin Amerika chiqdi, elektrdan berja kelgandi, deblan aniq qildi bu. Joe Biden o'zi aqlash uchun, Demokratik Partiya o'zi aqlash uchun Vatikan Pernaqski onu yo'qligini bildirish uchun buni kuchab ketdi. Bilet sağladan tatip. Ki bu adam işte alıcı kalkanım da baktı. Bunu da bak, bunu da bak. Manada dünya. En mühim olan dünya. Bu adamın bütünler töt kitaptan Biden'dan alıcı edip ketken bu töt kitap. İncil Tevrat, Gabirmiş, Kur'an-ı Kerim'de bu bütün töt kitaptaki asaslık mezmunu bu insandaki yaşaş ya bir hücum qilish, parçalash o niyat yo'qkan. Deb buni onda yaxshi deb mana demokratik Xitoylar endi Tangrim davodi bor ekan deb. Onu g'azab tutib kelsa, dengizga sular teshib bu dunyo yo'q bo'lib ketadi ekan deb. Shuning uchun oldida odimiy shaydan tozalash kerak ekan deb hozir Xitoy ko'payyapti. Söyleyen akşamki anlayan haberimde Pyongyang Guangmu degan taydavatdı. Beijing radyo stansiyasiniki tashviqot merkezi. Şu Beijing tashviqot merkezi nima deydi? Her adam o'ziniki tushuncha, o'zi fikr qilish kerak deydi. Demek Xi Jinping yo'q bu o'tirda. Bo'lmasa o Pekin'de onda gap çıkmaydı. Ben ki şu G'ni Efendi bilan yan bir qilmishimiz var, ona evet ko'rdim Xitoycha so'g'an ikindi. Mana shunday gapni qilyapti. Ularmi Tanrım sen aman qilsin deyapti. Nimaga bu Trumpniki chiqmasligidan mushni ishbodlamamda? Qilmashlar. Ahmaq jubaji qo'pib bu Amerikaga otib qo'ysa virusni. Vaqtda Xitoylarniki bular o Amerika men qildim desimi bütün ko'rinishlarda bu
bütün dünyada kanı tükegen, kanı kişi balamda sılap koygan, bilmem bunda sökügen, bütün bu videolarını çıkıp kalgan, hemen köketti. Yani Fransiyada bir Xitoyda uşak bola urib ketdi. Nimaga u virus tarqatgan? Yani keyin bir ayolning meychilarini tutib, beka olmasa meychilab tutayotganini. Mushu ish bordimda, endi uni Amerikaga emas, Uyg'urga otibmi, Uyg'urga ham yuqtiramadi buni. Qarindoshlar. Qolganini bu hammamiz anladik, ko'rdik ko'zimiz bilan. Onda bo'lgan ekan, mavi eng muhim bo'lgan narsa, Xinanda 180 sotçiniki, 180 sotçinin. Xinanda 12'si çoğungu. Yani neçi sot var, yukarı sot, 30 sot, bas sot degandek. Nima, ali sot degandek. Bu 180 sotçiniki maaşı vermepti. Dehqonlarning pulini vermepti. Dehqonlarning pulini olsa berib mal saqchig'i bor ekan. Mal hukumat ko'rsa mal saqchig'i bor. O saqchilar shundan nima qilgan so'laydi ekan. Qip-qizi bulanshaq qilibdi. Hozir Shanxayning ichidagi ishlar ufq qilinmaydi ekan. Guangzhouning ichidagi ishga ufq qilinmaydi ekan. Buni bütün o'lkalar o'z oldiga bular. Taqama bir bomba tushmay turib, oydan bo'pti. Ma bizniki jutvazlik, manmanchilik, bilaman, o'shmanlik, pishtibosorlik, yolg'onchilik, aldanchilik, tek biz mana qutlamız Xitoy ayada o'lkaga sizin virus yok, talada adam inzat yok. Arkadaşlar, talada adam inzat yok. Yekşenbekini adam kaynaydıkken azra kılam. Hele ki gül, seykükçatlarını Xitoylar. Ay, hiç kim anmaptı. Nimaga? Bütün xalqni uydan talab chiqmaysiz degan ekan. Bola yezdan u yoqdan bu yoqdan akirmamdi. Akirgan odam yo'q oldigan. Odam yo'q. Yani hukumat kelib, bo'z birini ip kelib, birini chechuvisiga, ular meychivisiga. Ey qarindoshlar, o'zinglar o'ylab yiqinglar. Bu chunki haqiqatan g'oljilishibdi. Öl devatıdı. Öl devatıdı. Maylıkı munda olsa, munda olamıken dep ümmet küsatkan bizim Uygurlar unutup gittiğinler, aklanlarını koşukta ama içip bir şey olmadı. Taşıtlarına kakaş o, kakaş. Bak buranın şey kakaş o. O kallarını unutup gittiğinler arkadaşlar. Hakikaten. Bu Xitoylar o'lka ki bölünüp, kemmelga, mamaya kemmelga. Mesela kemmeydi virüs var. Meyman kemmeydi, ben meymanға barmayman. O'xshashlar. Bir davlatda yurt-yurtga borgan ish bor-ku, telefon so'zlasa bo'ldi. Telefon tutsin, hamma saqchi olib turdi. Nima qilsam shuni olaydi, bildik. Nimishga? Qo'rqqanlikdan. 2017 boshladi-ku, pichoqlarga Uyg'urlarning Lakşigirlerge, öyle kıngırak çaydı degenen, palplarga, zengi komisyonlarga. Nimaga? Bu dünya so'raydi, atom bor deganlarning og'ziga siymayman rasmi. Ash Xitoy. Hozir ana qo'rqqanlikdan to'mir qabazdan ishib turgan deydi. Bir erkishdi, cho'ngka odam. Bu erkishi Şinjanlikning deydi. Xunanda kömür qabazda turgan qissa shu vujun saqchilaydi. Amon. O'rischa amon deydi. Muda tush ekanda bular. Uyg'urda shunday qo'rqadi ekan. Bu qo'rqib qonda yig'ib oldi degan. Qo'rqqan odam. Mamida tatatang ketsi it o'tirib lan. O'lmagan jon umid odam kirgan oldida aldab sho'shibyan qadrshanlardan yiqqan. Xitoy odam uchun hamma bo'lg'ashni oldi. Bular Şinjanlikda shuncha qo'rqidaydi. Beshini ko'tarmadi. Bizniki bo'ynimdan nima qilibdi ekan? Mushuna qilib
onu kopaplam. Koya ananı. Hem de Uygurca birini de okumadım da vardı. Ay, dolu da birimler şunda kopap diken. Kopap diken askerige koronu beklep diken. Ota dedim sana da boncak silep gitti. Ata depti Xitaycha. Ata! Ne mi kıldık biz sana? Ha? Sen ne mi kıldık depaka? Sen bekvatamız bizi depti. Mana şi ende muş bu ki oza 2019. Üyede köy neçimin insanını köy neçimin insanını şiyaniki tak tüştüsüge aşı ile turmulaga madara karapla mağdaki bir yıl kaptı. Onun da cerima koyutuş Xitaylarını turmudaki mademle davatmanı. Aldılar pulalak boğanken buladıydı bu Komünist Parti. Bütün hemmesiga, ailesiga, özüge, ailen telefon kılıp telefon tutuzdular. Buraya. Pulun bağma çıkitse. Mana Xitayla koyutup anadikken 2017'de 127 ming dedi. 1 milyon 1 milyon ya 127 1 mil 124 124 milyon 124 milyon Xitayni 3 kunda işten kaldırıp diken toksuk yapıp diken 124 milyon işkili ülkedeki bu Uygurlarını eşeğe kapıda onlaştırdı deydi. Pul demeydi deydi. 2 vakit tamak deydi. 12 saat işleydi deydi. Ceza 4 saat kadı diken 16 saat işleydi diken. Ağırlıklarını karap bakı diken. Sakaymasa sen yan deydi. Sen niye o da adı? 2 minut vaqt qoldi, 2 minut. Kala koy soğanda soyup bana. Mana özanlar öyle yakanlar. Meni gepim tügüle kındaşlar. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan suhbat mishagicha bo'lsin. Biz keyingi qatimlardagi suhbatlarda Amerika prezidentlarining saxta rast prezidentlarniki suiqasdga to'g'riliq ancha-muncha uchurini beramiz. Buningdagi sabab ta hozirgacha bu ishni tushunmayotgan qarindoshlar bak ko'pga biz shundoq jiq so'zlab ketdik. Yana so'raydi. Mundaq deydi, undaq deydi deb. Bu to'g'riliq narsalarni azozdan qistirib har qatim so'zlasak bilib qolar deb o'ylayman. Tarix sahifalarini qo'shib so'zlaymiz. Bundan keyin vaqt munosabati bilan suhbatimiz bugun mushagacha bo'ldi qarindoshlar. Xayr xo'sh. Allah aman bulanlar. Köreş aman bulaylı. Hadi cemlet dileyim Allah'tan hemen onlara. Xo'sh.